Usta. Bugün iş piş bilamıken ha? Bugün 100% iş bilan şogird. Ha bu ham yomg'ir ham avzoy buzuq. O'tirtana yara shuncha sayli. Ishni kutib, ketaman dedi darrov uyga. Sabr qil, bo'ladi ish. Ish bilmayotgan bo'lsa ketaylik taqay. O'tirani qasam o'ynamay. Sto? Abed değil. Yana abed qilmaymizmi? Qachon abed qilmading? Ha? Qachon abed qilmading? Qilamiz nasib so'z. Bunda klient kelsa uyga borib. Kecham shu gapga ko'nib yo'q o'tirdik. Shundan keyin masa uyda o'tirib bormaymi? Bor, o'tirish yo'qmasaymi? Ture, yig'layverasanmi deb. Erkaksan. Odamga alam qiladi-da. Ey, o'zi mana bu ish topolmayotibdi. Uni ustiga qornim och. Yana meni uryapti. Nima buni yangi ish olamizga projektcha. Ha, Ancha payt buni o'ldiramiz. Birinchi o'rtada. qanday qilib? Bexosdan ustiga spakovgacha tushib ketadi-da. Mana qara. Shu dalbayapmi deyman, ha? Nima? Dalbayap bo'lmasa, Mardikor bozorga galstuk kostyum bilan keladimi? Turist qara. Ha. Naval harab edim, har edim. Bu dunyodan sandın o'zga kimim bor? Yur, so'raysan. Mamma, Ha? yur o'zing so'ra. Qiziq qopsan. Yur. Usta. Bir narsaga qiziqamiz-da biz. Mardikor bozorida hamma robotchi kiyimda, ishlayotgan kiyimda. Siz nima kostyumcha, o'q ko'ylakcha, galstukchalar? Ha? Shogird. Ustozingning brendi bu. Ustozing ana shu kiyimda sallaga ish top beradi, ishon. Bu bir haftadan beri shu uchun ham ish yo'q ekanda. Sabr qil. U ham mayli, men ham bir nimaga qiziqyapman-da. Nimaga mana bu kostyum bilan oq ko'ylak, galstuk bilan treko ko'rgansiz-ku sizga? Burukcha ko'kka kichkina qo'y.